Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona Marg'ilon shahriga yetib kelganmiz. Bu yerda sport anjomlarini ishlab chiqaruvchi akadan narxlarini so'rab, qaytlarga dastavka yo'q, shularni so'rab olamiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Rahmat aka, siz obunachilaringizga bonus, dastavka, skidkalarni qilib beramiz. To'g'risi, ishlab chiqarish ham o'zimizda. Reklama ham bepul. Shuning uchun narxlar arzon chiqadi. Keyin birinchi o'rinda sifat aka. To'g'risi, 100 ming, 50 ming atrofdan qimmat bo'lishi mumkin, lekin sifatli narsa qilib beramiz siz obunachilaringizga. Birinchi tennisdan aytadigan bo'lsak, buni oilaviy o'ynasa ham bo'ladi. Undan tashqari bo'sh joylari, magazin yo binolari bo'lsa, arendaga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. O'zi orada 4 ta 5 ta olib ketib, soatiga 50 ming, 60 ming, 40 ming, 30 ming joyiga qarab turib qo'yishyapti. Bu degani bir kunda bitta tennis stol 200 ming, 300 minggacha pul topadi. Tayyor biznes. Tayyor biznes. Shu magazinlar oldiga qo'yib qo'yishab bo'ldi. Juda yaxshi. Xo'p, razmerlar davlat standarti 274 ga 150 ga bo'ladi. Laminat matviy bo'ladi. Shari sinmaydi va sig'anmaydi. Chekkalar kromka bo'ladi. Stanoyda osiladi. Bu degani ketmaydi. Pastda zavodskoy bo'lib chiqyapti. Undan tashqari temir setkalari, rakatkalarni siz obunachilaringizga bonus qilib beramiz. Setkalari ham aka temiridan baquvvat qatiriladigan, qistiriladigan. Nechta pul dedik buni? 1 million 600. Biz 1 million 600 ming so'm. Bular bemalol yig'ilib, bog'lagancha yig'iladi. Mana shu holatda yig'iladi. Mana ko'rsatsangiz bo'ladi aka. Mana shu holatda yig'iladi. Bemalol mashina turadigan joy bo'lsa, ishga ketgandan keyin yig'ib turib o'ynab, yana foydalanib bo'lgandan keyin taklab bersangiz bo'ladi. Joyda o'g'irlamaydi. Joyda egallamaydi shu holatda. Xo'p, bundan tashqari shetdan olib ketaman deganlarga aka 1 million 400 ming so'm qilib beraveramiz. Siz obunachilaringiz. Yaqin o'rtalardan, Farg'ona shahar, Qo'qonlardan bo'lsa, bemalol o'zlari yo'l tushganda olib ketsa ham bo'ladi. O'rab beramiz aka, chiroyli qilib falgaga shilinmaydigan qilib siz obunachilaringizga. Dastlabki agar yo'q olib kelib bering desa, vodiy bo'ylab uyigacha mutlaqo bepul. Qolgan Toshkent shahar ichiga ham bepul, qolgan joylarga shaharlariga aro bo'ladi. Shahardan chiqib shaharlarga borib beraverasiz. Masalan, Navoiyga, Sirdaryoga shahardan olib ketib olishlari mumkin. Qulaylik zo'r. Shu tomonlari bor aka. Bu trenajyorlarimiz qanaqa? Xo'p, buni yaxshi tomoni aka, oilaviy shug'ullansa bo'ladi, domlaga ham sig'adi. Undan tashqari hovliyni bir chekkasiga qo'yib qo'ysangiz ham, hop, profillarimiz aka 8 ga 4 bo'ladi, qalin bo'ladi. Keyin parashkoy, nima deydi? Ko'chmaydi, optoda hamma narsaga chidamli yomg'irga, o'tdagi nerjavika bo'ladi aka, bular zaylamaydi, oshqa bo'lmaydi, ishqalangan holatda ham. Tashqarida qolgan taqdirda ham bemalol turaveradi. Keyin bu nima deydi? Bolalarning yoshiga qarab, o'yingizga qarab mo'ljallasangiz bo'laveradi. Past-baland. Qonni bor aka-ukalarimiz uchun preska ishlasa bo'ladi. Undan tashqari grudka, qo'lni orqasiga ishlasa bo'ladi. Bu yerda past arjimaniya bor, baland arjimaniya bor. Necha xil muskullarga kuchlantirsa bo'ladi, shug'ullanib? Hozir kam 20 xil qilsangiz bo'laveradi. O'ziga moslab bitta funksiyani o'zgartirib. Zalga chiqib, pul sarflash kerak qolmabdi o'zi hozir. Ha, endi bunisi tabiiy holatda ular uyda ertalab namozdan keyin bo'shagan mahalda shug'ullanaveradi. Uyda bo'ladi. Zalga pul to'la, pitaniya ol, trenerga pul to'la degan narsa bo'lmaydi. Eng yaxshi tomoni aka, ayollar bo'ladi, bilsangiz, yosh kattalar bo'ladi, belida grijasi bo'lishi mumkin. Uyatadi zalga borganda, o'zbekchilik. Shuning uchun mana shu holatda yarim soat bo'lsa, jicha tortinsa, belda grijalardan qo'yib yuboradi. Endi bolalarga shu mushoyli holati desa, 2 million 300 ming so'm. Mushoysiz agar shu holatda turniy brus arjimaniyali holatda 1 million 800 ming so'm. Mushoylari ham xudo xolasa yaxshi baquvvat, ancha-muncha. Yaqinda zalga chiqdim, 1,5 millionga anaqa pitaniyani o'zini puliga tayyor trenajyorli narsalar ekan. Eng zo'ri aka, hozirgi bolalarga telefon olib bermaslik kerak. Sababi telefonga berilib, PUBG o'ynar, har xil narsaga foydalanadi. Yaxshilikka foydalansa tuzuk o'qish uchun, lekin uni o'rniga shu narsani olib bersa ham sog'lom bo'ladi, ham musobaqalarga chiqsa bo'ladi. Juda ham zo'r. Undan tashqari shu shitni bu tomonga qo'yadigan bo'lsa, 3 million 100 ming so'm bo'lib qoladi. Shu ko'rinishi 2,5 million so'm qilib beriladi. Bolalarni bo'yiga qarab turib kichkina qilib qo'yib bersangiz, aka, qizim sirazi telefonni yig'ishtirib qo'yadi, o'ynaveradi. Bolajonlarga zo'r. Shuni tashab, qiziqarli narsa bu. Bolalarga, uyda o'yinchoqlarga yaxshi. Juda ham zo'r. Oilamizda turmush tarzini sport bilan boshlasak yana ham yaxshi. Kimga shunaqangi kerak bo'ladigan bo'lsa, telefondagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, zakaz qilishlari mumkin, cheklanmagan miqdorda. Yetkazib berilaveradi aka, siz obunachilaringizga. Rahmat.